Yaqinqi 10 yilga yaqin vaqtdan buyon Xitoy hukumatı Uyg'ur diyorida millatlarning o'zaro qo'shilib ketishini maqsad qilgan siyosatlarni zo'r kuch bilan yo'lga qo'ymoqda. Xitoyning Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik siyosatlari davom qilayotgan, Uyg'ur erlarini asos qilgan keng ko'lamli tutqun va lagerlarga qamash hali ham davomlashayotgan shundaq bir mezgilda Xitoy hukumatining Uyg'ur qizlari bilan Xitoylarning to'ylashishini ilgari suradigan tadbirlari yuqori to'lqiniga ko'tarildi. O'zini Xinjiang loyiq madaniyat tarqitish cheklik shirkatining xodimi davogan bir Uyg'ur qizi bu shirkatning maxsus Uyg'ur qizlarining Xitoy o'lkalariga berib turmushlik bo'lishi uchun ularga loyiq tunishtirishni kasb qilib olganligini oshkora bayon qiladi. Uyg'ur jamiyatiga nisbatan bu yot va axloqsiz hodisaga qarta ijtimoiy taratqulardagi Uyg'urlarning qaytirgan inkaslarida qayd qilinishicha, hamdilikda Uyg'ur qizlarini Xitoy o'lkalariga yotliq bo'lishiga da'vat qiladigan, shundaqla Xitoylardan loyiq izlaydigan kasbiy mulozimat o'rinlari va tor supilari qurilishga boshlagan. Yaqindan buyon o'ttirg'i chiqqan paketlar bu tashviqotlarning orqasida Xitoy xalq ishlari va davlat bexatarlik idorasining qo'li borligi oshkorlanmoqda. 9. navbatlik Sharq Turkiston umumiy qurultiyi 10 noyabrdan 13 noyabrgacha Washingtonda o'tkazilgan bo'lib, asosliqi Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qartilgan irqiy qirg'inchilikni hal qilishdagi qonuniy tadbir strategiyasiga markazlashdi. Sharq Turkiston hukumatining surgunda axborot e'lon qilish yig'inida parlamentda 12 moddali xitobnomaning qabul qilinganligi bildirildi. Bu yilgi majlis surgunda Sharq Turkiston parlamentining yangidan saylangan 60 a'zosini bir yerga jam qilgan bo'lib, ular 13 davlatdagi Uyg'ur jamoatchiligiga vakillik qiladi ekan. Yig'inda hukumat a'zolari belgilangan bo'lib, Mamtimin A'la prezident, Sayragul Saudbay muavin prezident va Abdulhamid Nur bosh ministr bo'lib saylangan. Türk Dünyası an'anaviy Türkmen birlashmasi Sharq Turkiston davlat bayramida Sharq Turkistondagi zulmga munosabatlik Unsiz Cho'qon irqiy qirg'inchilik hikoyasi nomli filmning tunji qo'yilish marosimini Turkiyaning Bursa shahrida o'tkazdi. Egilinishicha, bu filmga mazkur tashkilotning bosh kotibi Jamal Akkush rejissyorlik qilgan bo'lib, tunji qo'yish marosimiga Turkmen birlashmasining Türkiye raisi Erfan Tatlı oğlu, Bursa şehir kengesinin raisi Şavkat Orhan, Sabık Emgek ve İctimai Kapalet Ministri Fatih Akar, Milletçi Hareket Partisi Nilufar rayonunun muavin raisi Veysil Çermi qatarlıq yüzlügen kişi qatnaşkan. Xitay dairələri Uyğur ösmürlərinin manısını yuyub Xitaylaşdırış üçün Sharq Turkistondagi maktablarga Xitoy Kompartiya a'zolarini safarbar qilib, Uyg'ur o'smirlarini atalmish Xinjiang tarixi aslamalari nomidagi yolg'on tarix tunishtirilgan filmni ko'rishga majburlagan. Xitoy kundalik gazeti to'rining 10 noyabr xabar qilishicha, Xitoy hukumati yaqinqi yillardan buyon Kucha shahri tavallikida davomli turda partiya a'zolari, kadrlar, ammo va boshlang'ich o'rta maktab o'quvchilarini tashkillab atalmış Xinjiang tarixi nomli hujjatli filmni ko'rishga majburlagan. Kucha shahri 12 o'rinda asos qatlamda film qo'yish guruhi tashkillab, yezi bozor, mahalla, maktab va boshqa joylarda atalmış Xinjiang tarixi nomli hujjatli filmni 4826 qatim qo'ygan bo'lib, 724 mingdan ortiq odamni majburiy ko'rishga tashkillagan. Angliya va Gollandiyadagi taratqular tekshirish elib berib, Britaniya neft shirkati BP bilan digital muzika mulozimati sifatida setib olgan karbon kreditining Uyg'ur majburiy amgigiga chetishlik ekanligini aniqlab chiqqan. Dokladda qayd qilinishicha, Britaniya neft shirkati bilan Spotify setib olgan kreditning kelish manbasi Xitoyning Uyg'ur rayonidagi bio o'simlikni yiqilg'i qilgan bir elektr stansiyasining karbon qurilish turidan kelgan ekan. Bu ahvol muhofizatchi gazeti bilan Gollandiyadagi pul nomli bir detal uchur to'g'ri birlikda elib borgan tekshirishdan ma'lum bo'lgan. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan ko'rishning munosabatni normallashtirishning bir qadami bo'lishini umid qilganligini aytdi.
Bayden Aqsarayda muxbirlarning savollariga javob berdi. Bayden o'zining Xitoy prezidenti Shi bilan ko'rishishning ikki taraflik aloqani to'liq asliga keltirishni o'z ichiga olgan, munosabatni normallashtirishning bir qadami bo'lishini umid qilganligini bildirib, buning krizis yuz berganda telefonni ilib paranglasha oladigan bo'lish va armiyalarning o'zaro aloqalashishiga kafolatlik qilishni o'z ichiga oladiganligini bildirdi.